Afg'onistonda sayidlar deydi. Afg'onistonda Hazrat Abu Bakr Siddiq radhiyallohu ta'ala anhuning avlodlari, Hazrat Umarning avlodlari, Rasulullohning avlodlarini ajratib nom qo'yilib aytiladi. Bizda hammasini baravar bitta nom bilan aytilaveradi. Ajratmaydi. Endi men sizlarga asli bularni kelib chiqqan joylari, bularning nomlari, masalan, boshqa joylarda boshqa nom bilan atalar ekan. Buni hammasini sizlarga aytib beraman. Afg'onistonda avlod Rasulullohni sayidlar deydi. Hazrat Abu Bakr Siddiq radhiyallohu ta'ala avlodlarini sohibzodalar deydi. Sohibzoda. Chunki bunda bir hikmat bor-da bu xilda nom qo'yishga. Qur'onda izqala li sohibihi la tahzan deb Rasululloh sallallohu alayhi vasallamni o'sha hijrat qilib g'orga kirgan vaqtlarida, Abu Bakr Siddiq birga turgan vaqtlarida Abu Bakr Siddiq qattiq qo'rqqan ekanlar, mushriklar kelib qidirib turgan ekan g'or atroflarini. Ular g'or ichida shularni oyog'ini ko'rib turar ekan. Nihoyat darajada Abu Bakr Siddiq radhiyallohu ta'ala xavf ostida qolgan ekanlar. Ya'ni o'zlari uchun emas, Rasululloh uchun xavflanadilar. Shu zotga bir nima yetib qolmasa deb. Mushriklar ko'rib qolmasa shu. Shunda iz yaqulu li sohibihi la tahzan, vaqtiki shunaqa holatda aytardi Muhammad alayhisalom aytardi sohibiga, o'zini sohibiga, la tahzan, g'amgin bo'lma, xafa bo'lma ko'p. Innalloha ma'ana, Xudo biz bilan birga derdi. Shuni tasalli berar. Endi Xudoy taolo Hazrat Abu Bakr Siddiqni sohib deb yod qildi she'rlar. Sahobani nima uchun sahoba deymiz? Shuning uchunki Rasulullohning suhbatlarini, iymon bilan topgan odamlarni sahoba deymiz. Boshqa tobiinlarni sahoba demaymiz. Ular sahobalarni ko'rganlarni tobiin deymiz. Tobiinlarni ko'rganlarni tabi'a tobiinlar deymiz. Har kim boshqa sahobalarni sahobaligidan, suhbatidan munkir bo'lsa kofir bo'lmaydi. Abu Bakr Siddiqni sahobaligidan munkir bo'lgan kishi kofir bo'ladi. Nimaga? Xudo buni sohib deyapti-ku. Qur'onda Xudo buni sohibi deyapti. Demak, Hazrat Abu Bakr Siddiqni sahobaliklari Qur'on bilan sobit ekan bu. Xudoning so'zi bilan sobit ekan. Har kimiki Qur'onga inkor qilar ekan, kofir bo'lishi turgan gap. Ana endi gap kelib qoldi sizlarga gapirishim uchun. Qur'on isbot qilib falon narsa bo'ladi deganini birov bo'lmaydi desa kofir bo'ladi. Mana shuni bilinglar bir marta. Endi o'ylab ko'ringlarchi, va nunazzilu minal qur'oni ma huwa shifoun. Xudoy taolo aytayaptiki, Qur'ondan oyatlar shifo oyatlarini nozil qilaman deyapti. Birov shifo yo'q Qur'onda desachi, kofir bo'ldi bir marta. Qur'on isbot qilgan narsani inkor qilgan kishini biz kofir deymiz-da. Bildingizmi? Man nafa ma asbatahul Qur'onu fa huwa kofirun fatovalarda mana yozib qo'ygan. Har kim nafiy qilar ekan, inkor qilar ekan, Qur'on isbot qilgan narsani uni inkor qilar ekan, fa huwa kofirun. Uni kofir bo'ldi. Endi Qur'ondan foydasi yo'q degan kishilarchi, bular ham kofir bo'ldi. Qur'onda har bir harfi ham foydali, har bir harf. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam aytgan ekanlar, Qur'onni har bir harfiga Xudoy taolo mana shunchadan ajr beradi deb bir
bir miqdor ajrini aytgan ekanlar. Men aytmaymanki alif lam mim harfun, ha mim harfun. Balki men aytaman alif harfun, lam harfun, mim harfun. Mana har bir shu juz'dagi harfi kalimani juziga mana shunga ajr bor deb Rasululloh isbot etyaptilar. Endi shuni aytsaki, birov aytsaki, unda hech foydasi yo'q desa, nauzubillah, kofir bo'ladi. O'shaning uchun men sizlarga aytamanki, bu sizlar orqasidan ergashib turgan odamlaringni o'zini o'qitish kerak. Ularni o'zi o'qishga muhtoj ular. Hammasi meni shogirdim bo'lardi, noqis ketgan oldimdan. Rahmatulloh Alloma ham o'zimda oldimda o'qigan sharh qoidalarni, Abduvali ham o'zimda oldimda o'qigan, mana u Hakimjoningiz ham o'zimda oldimda o'qigan, hammasi meni shogirdim bo'ladi. Lekin meni shogirdimning ichida hammasi ham gumroh bo'lib ketganmi? Yo'q. 4-5tasi gumroh bo'ldi xolos. Boshqasi mana Tojikistonda to'la meni shogirdlarim har yerda darsgo'ylik qiladi. Hammasi to'g'ri yo'lda ketyapti shular. Gumroh bo'lgan yo'q. Xudo gumroh qiladi, Xudo qiladi. Yuzillu bihi man yasha'u va yahdi man yasha'da. Xudo xohlasa birovni hidoyat qiladi, xohlamasa gumroh qiladi. Bildingizmi? Demak, gumrohlik hidoyat Parvardigorning qo'lida ekan. Ya'ni shayton shuncha farishtalarning ichida yurib hidoyat topmadi-ku axir. Bildingizmi? Shu gumroh bo'lganda mana u yurganlar nima degan gap? Bildingizmi? Endi gapimiz bu yerga bir tabiiyatan bir istitrodan o'tib qoldi. Maqsadimiz boshqa narsa edi. Rasulullohning avlodlarida ketib turdi. Endi yana bitta savolki, Qur'onning bitta nomi Qur'on, bitta nomi Furqon, bitta nomi Hodi, bitta nomi Nur. Kitob hamma mana shu Qur'onning nomi, mana shular hammasi. Mushaf hammasi Qur'onning nomi. Furqon deb shuning uchun aytamizki, haqni botilni ajratadi. Haq botil yo'l, gumrohlik yo'li bilan hidoyat yo'lini ajratib beradi sizga. Shuning uchun buni Furqon deb nom qo'yilgan. Farraqa baynal haqqi val botil. Ana shuning uchun buni Furqon deymiz. Qur'on degan so'zimiz qiroat qilmoq ma'nosida keladi. Bu nom bo'lib qolgan hammamiz Qur'onda oyatlarni tilovat qilamiz. Mana shuning uchun Qur'onni Qur'on deb ataladi. Qara'a yaqra'udan Qur'on masdar, qiroat tilovat qilmoq ma'nosida keladi. Endi bu Qur'onda o'ziga alam bo'lib qolgan, nom bo'lib qolgan bu. Nuran dedi va kitobun fihi nurun va hudan. Qur'on nur, hidoyat qilguvchi, mana shular hammasi Qur'onning nomi. Endi buni bilgan bo'lsalaring, endi o'zi asl maqsadga kelamiz. Xudoning do'stlari, valiyullohlar, masalan, avlodi Rasululloh, bu zotlar, ulug' zotlar bular. Bildingizmi? Bizlarga ularning hurmati lozim. Hurmat qilishimiz kerak. Rasulullohning itlari bo'lsa ham hurmat qilamiz. Hali avlodi mana yoqda tursin-ku. Agar Rasulullohning itlari bo'lsa, itlari ana undan qolganini tabarruk qilardik. Mana shu yerdan bilib olavering-da. Agar Rasulullohni shu xilda hurmat qilmagan kishi musulmon emas-ku. Bildingizmi? Rasululloh sallallohu alayhi vasallam hajomat qilganlar mana hadislarda bor. Sizlar hadislar o'qiganlaring yo'q. Sahih Buxoriy o'qinglar, Sahoysda o'qinglar. Ana nima ekanligini bilasizlar sizlar. Hali sizlar juda kam o'qigansizlar. Sizlarga ko'p o'qish kerak. Toyinki haq va botilni ajratadigan bo'linglar. O'zlaring olim bo'lganlaringdan keyin qora oqni o'zlaring ajratib qolasizlar. Unda xomush bo'lib, unda aytasizlar, mendan yomon odam yo'q ekan dunyoda. Hamma mendan yaxshi. Ana shunday bo'lib iqror qilib qolasiz.
noqis bo'lgan odam kallasini bundoq qilib ko'taradi. Misoli nimaga o'xshaydi? Daryoga g'arq bo'lgan kishi u kallasini mana shunaqa qilib ko'taradi, og'zimga suv kirmasin deb. G'arq bo'lgandan keyin jim-jit indamay ketaveradi. Ilm daryosiga g'arq bo'lgan kishi og'zidan gap juda kam chiqadi uni. Uni manmanlik bo'lmaydi, unda xohsorlik, unda tavozu, boshi egilib qoladi uni. Bildingizmi? Hamma gap noqislikdan kelib chiqadi. Bir olimdan bir kishi so'ragan ekan, nimaga bu obdastani yarim suv quyib qo'ysak soviydi, suv soviydi. To'ldirib qo'ysak suv isib turadi, suv sovmaydi. Buning hikmati nima? U zot aytgan ekanlar, yarimi xoli joyiga havo kirib olib sovutaveradi uni ichida. O to'la bo'lsa havo kirmaydi, bizim miyamizga havo kirib qolib, hamma vujudimizni sovutaveryapti. Komil bo'lganimizda bizga havo kirmagan bo'lardi miyamizga. Hammasi manmanlikdan, kibrdan, havo miyasiga to'lib olganlikdan gap chiqadi. Ana shu manmanlik she'rdan kelib chiqadi. O'zini go'yoyinki hamma yo'q uni qo'lida muyassar, u hidoyatda ham shu, boshqalar hamma gumroh, uni nazdida o'zi to'g'ri yo'lda, haqiqatda o'zi adashib qolgan bilmaydi bu. Bildingizmi? Ana endi Rasululloh sallallohu alayhi vasallam hajomat qilganlar, qon oldirganlar. Qon oldirganlaridan keyin haligi shoh bilan olingan qon kasaga solib berganlar. Bir sahobani qo'liga berganlar, aytganlar, buni oyoq ostidan pokizaroq joyga olib borib ko'mib kelgan debdilar. U xo'p debdi. Eshikka chiqib, hali kosani ichib qonni yalab, tozalab Rasulullohning oldilariga kirib chiqib yo'q qaytib ketdi. Qayga tashlading? Ta'sir, xotirjam bo'lsinlar. Hech kimda oyog'i yetmaydigan yerga joylabdi. Haqiqatda to'g'ri aytyapti. Hech kimda oyog'i ega bormaydi, oyoq osti bo'lmaydi. Qarasa mana bellari qizarib turganimiz qondi yo'q. Ichdingmi debdilar. Ichdim. Rasululloh aytdilar, endi seni do'zax kuydirolmaydi. Qoningga qonim aralashib ketdi. Mani qonim seni qoningga aralashib qoldi. Ana ko'ring endi. Bu nimaga qondi? Qon nima uchun noqiz uzumas desa Imom Shofiy mana shuni dalil qilgan. Ana Rasululloh aytmadilaringki, nimaga harom narsani ichib olding, ahmoq ekansan-ku? Ha? Siydik bilan baravar narsani nimaga ichasan demadilar-ku. Uni o'rniga mani qonimni ichgan bo'lsang, do'zax o'ti vujudingga endi harom bo'ldi. Yana dedilar. Unga Imom Azam aytadilar, Rasulullohning qonlarini ichsa ham bo'laveradi-yu, lekin menikini emas bu. Ana, mani qonim boshqa qon. Bu noqoq qon bu. Ha. Bu shubhali ovqatlardan tayyorlangan qon bu. Buni noqiz uzuv bu, siydik bilan baravar bu. Ana, bu qarang, bu zot qanday dalil aytyaptilar. Ana, Shofiy qanday dalil aytyapti. Endi o'ylab ko'ringchi. Endi avlodi Rasululloh sallallohu alayhi vasallamga Rasulullohning qonlari aralashib kelyapti. Ularni bir narsa deyishga hech qanday haqqimiz yo'q. Biz hurmat qilamiz. Go'yo Rasulullohni hali aytdim-ku, itlari bo'lsa ham hurmat qilardi. Mana avlodlarini va tariqa avlod. Endi gap shu yerdaki, hamma ham da'vo qilaveradi Rasulullohning avlodiman deb. Lekin haqiqiy avlod bo'lsa otani sirridan, xulqidan bir narsa shuning ichida topiladi. Ana shu. Al-valadu sirrun li abawayhi. Rasulullohning hadisi muboraklari, bola otani sirrini bola oshkor qiladi. Otani sirrini bola oshkor qiladi. Kim ekanligi o'sha bolada, o'sha otani bir xislati shu bolada ko'rinib qoladi. Ana endi shunday bir
sayyidlarimiz borki, Rasulullohning mujassam xulqlari vujudidan shunday ko'rinib turadi. Ana endi mana shunday zotlar bo'lsalar, mana shunday taqvolik, Rasulullohning axloqlari undan zohir bo'lib turadi. Mana shunday avlodlar biz boshimizga ko'taramiz, ularni xokpoyini ko'zimizga surmoqlamiz. Ana shu gap shu. Bildingizmi? Endi bu biz tarafimizga o'tgan sayyidlarni endi xo'ja ham sayyid ham xo'jani ham sayyid uradi, uni ham sayyid uradi. Hali gapim nimaga o'tdi, boshqa yerlarda ajratadi dedim-ku. Mana bu Afg'onistonda miyollar deb Hazrati Umarning avlodlarini aytadi. Bizda ham bor o'sha miyollarda. Bizda ham miyon falon, miyon G'anxon hazrat, masalan Qo'qonda bordilar. Mana shu miyon hazratlar bor, ana shular hammasi Hazrati Umarning avlodlari. Ular sayyid emas haqiqatda. Hazrati Abu Bakr Siddiqning avlodlarini sohibzoda deydi. Hazrati Usmonni avlodlarini xo'jazoda derdi. Ana ularda farq qiladi. Bildingizmi? Bizda farq yo'q bu yerda. Hammasini ham biz avlodi payg'ambar deb, hammasini ham sayyid deb, to'ralar deb aytaveramiz. Bizda ajratmaydi. Endi ba'zi ahmoqlar aytarmishki, mana bu Amud daryodan bag'iga to'ralar, sayyidlar o'tmagan, juda ham kam aqlli orqasida aytadi bu gaplarni. Bildingizmi? Olamga ketgan, tarqab ketgan olamga nimaga? Bir vaqtida bularni quvg'in qilgan Hajjoj zolim qayerda topsa bularni o'ldirib, Bani Umayyani amaldori bo'lib olib, ularga muxolif sayyidlar muxolifatchilik qiladi deb ana shu zotlarni shahid qilgan qanchasini ushlab, shundan qo'rqqandan bu zotlar har tarafga mana shu taraflarga qochgan. Mana shahlarga kelib qolgan. Mana shahda vatan qilib, shahda avlodlar tarqab mana shunday bo'lgan. Yo keyingi vaqtida avlodlari o'shadan kelib qolgan. Har holda mana Imom Rizo Mashhadda yotibdilar. Imom Yahyo mana Amud daryoni bo'yida bu kishi. Mana shunaqa zotlar har yerda tarqalib shunday bo'lgan. Buni bilmagan tarixni bilmagan odamlar baqa o'tmagan deb o'zidan o'zi ko'rkorona gapiraveradi. Bildingizmi? Sayyidlarimiz bor. Mana bu nimada mana shu nimaning yo'lida sahobalar bor ekan. Ana shu yerga qabristonga kirsa, bir tosh bilan bir 100 dan ham ko'p toshlar bor yozilgan. Shular kelganlarga. Mana shular lashkar bo'lib kelib, mana shu taraflarni Qutayba, Imom Qutayba kelib shaharlarni olganlar. Ana shu zotlardan kelib shaharlarga kelib tarqagan. Mana Qusam ibn Abbos radhiyallohu ta'ala anhu ana Samarqandda shohizimda deb mana deydi yotibdilar bu kishi. Mana shunaqadan juda ham ko'p har yerda. Endi biz bu zotlar hammalari ulug' zotlar. Ben mana bu Kamolxon To'ra marhum bir kun uylariga mehmon bo'lib, mana shu yerda u kishi ichkaridan bir shajarani olib chiqdilar. Boshdan ham o'qib, hammasini o'qib ko'rdim. Pechatlar urilgan, ana podsholarning pechati bosilgan, tosh shu damga davr kelgan yerga davr hammasi yozilgan. Mana shunaqa endi bularni albatta aslzodalari bor hammalari. Endi buning ichida ba'zi o'zlarini andang-mandang yo shularga kuyov bo'lib ham bir narsa bo'lib aralashib qolib ham o'zini shunaqa devorganlari ham bundan ham xoli emas. Bildingizmi? Endi har holda biz umuman nima ishimiz bor? Bizki nomi shu bo'lsa-ki, avlodi payg'ambar bo'lsa, hurmati bizni bo'ynimizga lozim, vojib. Chunki Rasululloh aytgan ekanlar: "Man ahabbahum fabi hubbi ahabbahum va man abghadahum fabi bughdi abghadahum." Har kim meni avlodimni do'st tutsa, meni muhabbat qilgani u, menga muhabbat qilgani u. Har kim bularni yomon ko'rsa, meni yomon ko'rgani. Nauzubillah.